Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan sevimli boshlovchingiz Baxt bilan birgasiz. Bugun yana bir bor qalblarga quvonch ulashamiz, samimiy so'zlar ila dillarga yo'l topamiz. Har bir tabrik mehrdan yozilgan bir maktubdir. Har bir tilak qalbdan chiqqan eng pok tuyg'u. Biz bilan birga bo'ling, quvonchlarga sherik bo'ling. Dil so'zlaringiz sizni ilhomga chorlasin. Yaxshi kayfiyat, samimiy lahzalar barchasi siz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Hali oldinda eng go'zal tilaklar, eng samimiy tabriklar sizni kutmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz Umidaxon. Umidaxon opa, siz bo'lasizmi? Menman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ilohim, kayfiyatingiz har doim yaxshi, ko'nglingiz xotirjam bo'lishini tilayman. Har kuningiz barakali, har qadamingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt aloqada. Bugun siz hayotingizdagi yana bir go'zal va mazmunli sahifani ochyapsiz. 33 yoshni qarshi olyapsiz ekan. Bu yosh yetuklik, anglash va hayotga yanada teran nazar bilan qarash davridir. Eng ulug' ne'matlardan biri Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxtiyle tavallud ayyomingizni qarshilayotganingizning o'zi alohida saodatdir. Bu kun siz uchun nafaqat sana, balki Alloh bergan umr, mehr va imkoniyatlarga yana bir bor shukr qilish, oldinga umid bilan qadam qo'yish kunidir. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin, qalbingizda doimo xotirjamlik va quvonch to'lsin. Yaqinlaringiz ardog'ida, oilangiz bag'rida baxtli yashash, har bir niyatingiz ijobat bo'lib, qilgan ezgu amallaringiz o'z samarasini bersin ilohim. Rahmat. Har tongingiz fayz va baraka bilan boshlansin. Har kechangiz xotirjamlik, shukr bilan yakun topsin. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik hech qachon arimasin. Rahmat. Bugungi tabrik ayniqsa siz uchun judayam aziz inson tomonidan yo'llangan. Ayting-chi opajonim, u sizni qadrlaydigan, sizni chin dildan yaxshi ko'radigan inson kim bo'lishi mumkin? Taxminlaringiz bormi? Opam bo'lishi mumkin. Onajoningiz. Onajon. Onajoningiz bizni ro'yxatimizda bor. Yana kimdan deb taxmin qilasiz? Singlim. Ismlarini ayta olasizmi? Saida. Mashalloh topdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizning mehringizni olib katta bo'lgan singlingiz Saidaxon opa va kuyovingiz Azamat aka boshchiligida dadajoningiz Latibboy ota, onajoningiz Zuhro ona, akangiz Gulamjon aka, kelinoyingiz Mehrishod opa, ukangiz Hamidjonlar nomidan edi. Rahmat. Hammasiga arzisiz. Qalbimon, mehrga boy opajonim, birozgina vaqtingizni olib, singlingiz Saidaxon opaning sizga yo'llagan alohida tabriknomalari bor edi. Shularni o'z egasiga topshirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Mayli. Assalomu alaykum aziz opajonim. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Siz mening nafaqat opa, balki mehribon, g'amxo'r va qalbimga eng yaqin insonimsiz. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz mening ikkinchi onamsiz. Kichkinaligimdan yonimda bo'lib, meni asrab-avaylab, doimo to'g'ri yo'l ko'rsatgansiz. Siz uchun men katta minnatdorman. Sizning mehringiz, sabringiz va oqilona gaplaringiz hayotimda katta o'rin tutadi. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Qalbingiz doimo xotirjam va quvonchga to'la bo'lsin. Oila davrasida baxtli yashang. Turmush o'rtog'ingiz bilan mehr, muhabbatda, totuvlikda uzoq umr kechiring. Farzandlaringizning baxtini, kamolini ko'rib, ularning quvonchiga sherik bo'lib yuring. Eng go'zal fayz va baraka dasturxoningizdan to'kinlik arimasin. Siz har kuni kulib yuring, hech qachon g'amga botmang. Siz baxtli bo'lsangiz, men baxtliman opajonim. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qayg'urar neligin bilmaydi yuzim. Alamli yoshlarni to'kmaydi ko'zim.
Omadim nimada aytaymi do'stim, onamdek mehribon opam bor mening. Bahorning gulidek go'zal yuzligim, dillarga yoquvchi shirin so'zligim, ulardan ayondir mening kimligim. Onamdek mehribon opam bor mening. Ko'nglida oqib turar mehr daryosi, bizlarga o'rnakdir ibo hayosi. Hatto kelin oy ham uning shaydosi. Onamdek mehribon opam bor mening. Qaysarligim, erkaligim yashirgan, yaxshi qiz deb maqtovlarin oshirgan, aqlli so'zi donolari shoshirgan. Onamdan mehribon opam bor mening. Onamdek mehribon opam bor mening. Shunaqa deb shunday tabriklarni, tabriknomalarni yo'llagan opajonim, dillari shirin opajonim suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham singlingizga qalbingizning eng chuqur joyidan chiqqan, aytolmagan, aytishni istagan gapingiz bormi? Hozir shu fursatdan foydalanib yuzaga chiqara olasizmi? Tilingizga chiqara olasizmi? Mana shu qalbingizning eng chuqur joyida singlingizga atalgan gaplaringizni, tilaklaringizni. Avvalambor katta rahmat otamga, Saydaga, akama, opama, hammasine katta rahmat. Vaqtimiz sog' bo'lsinlar, akam, opam, shu akam, checham, singlim, kuyovim, hammasi sog' bo'lsin. Juda yaxshi ko'raman. Borimdan shukur. Opam tug'ib berganidan shukur, shu ukami, singlimni katta rahmat. Juda yaxshi ko'raman hammasini. Borimdan shukur. Ilohim, ilohim aqlligingizga ko'z tegmasin. Ilohim yaqinlaringiz doimo baxtingiz uchun sog' salomat bo'lsin. Siz ham ularning baxtiga sog' salomat bo'ling. Ushbu samimiy va mehrga boy tilaklar tabrik loyihasi nomidan sizga yo'llanmoqda. Aziz Umidaxon opa, sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va oilaviy baxt tilaymiz. Opalik mehringiz, qalbingizdagi poklik va samimiyatligingiz doimo qadrlanib, yaqinlaringiz ardoqida yashashingiz har doim nasib etaversin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hozir ichingizdagi hislaringizni biz his qilib turibmiz. Bu quvonch ko'z yoshlaridir. Katta rahmat sizga. Hammasiga arziysiz. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Hammasiga arziysiz. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bon